Va nihoyat to'rtko'chani tugatdik. Shu yoshimda, shu holatimda bu kitobni o'qiganimdan xursandman. Sababi kitobni qaysidir joylariga yozuvchi bilan kelishdim, qaysidir joylariga inkorlarim bor. Qo'shilmagan joylarim bo'ldi. Yaxshiyam shu davrda yashadim, ya'ni bu kitobda yozilgan voqealarda men bor bo'lganman. Yosh bo'lgan bo'lsam ham qaysidir qismini aqlimni tanigan paytimda ko'rganman. Ulug'bek Hamdamdan bitta xursand bo'ladigan joyim muvozanatida ham shunaqa edi, bunda ham shunday. Eng oxirgi bitta hikoyasi bilan nima demoqchi bo'lganligini aniq ayta oladi. Ya'ni yakuniy yagona xulosa bor. Bu odamni men hurmat qiladigan joyim. Ba'zi bir asarlarda o'qiysiz, nima demoqchi bo'lganini tushuna olmaysiz. Endi esa siz bilan uni muhokama qilish qoldi. Salomat bo'linglar.